oilangiz uchun uy qurishni niyat qilgan bo'lsangiz, sizga bitta katta tavsiyam bor. Shuncha yillik tajribam mobaynida eshitgan eng katta maslahatim shu bo'lgan. Bir tajribali inson aytayaptiki, agar men uy quradigan bo'lsam, maqsadim, meni mezonlarim, meni standartlarim shunaqa bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni uyimda kutganimda, loyiham bilan, uyim bilan tanishtirib chiqqanimda, u insonni oldilarida uyalib qolmaydigan darajada uyim bo'lishi kerak degan maqsadni o'zlariga qo'yibdilar. Va bizani har birimiz ham maqsadlarimizni, niyatlarimizni bitta yengilab olishimiz kerakki, uyimizni hashamdor qilib kimgadir ko'rsatib qo'yish uchun emas, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar uyimizda mehmon qilsak, u kishiga uyimiz yoqqan bo'larmidi yoki yo'qmi? Mana shu niyatni, mana shu mezonni o'zimizga o'lchov qilib olishimiz kerak. Va siz ham niyatingizni yangilab oling. Ana shunda chizgan har bir chizig'ingiz baraka, qo'ygan har bir g'ishingiz savob ustiga qo'yiladi degan umiddaman. Bu videoni o'zingiz yaqinlaringizga albatta jo'natib qo'ying, chunki ularga ham, sizga ham albatta manfaatli bo'ladi.